Assalomu alaykum aziz do'stlar. Schönen Tag meine lieben Freunde. Xayrli kun aziz do'stlar. Men Deutsche Bahnning O'zbekistondagi ish boshqaruvchisiman. Hozirda kompaniyada yangi xodimlarga ehtiyoj katta. Biz kontakt tarmoqlari montajchisi va temir yo'l sohasida malakaga ega bo'lgan yoshlarni izlayapmiz. Kelajakdagi hamkasblarimizga birinchi o'rinda nemis tilini o'rganishlarini maslahat bergan bo'lar edik. Va biz buning uchun 7 oy davomida stipendiyalar ham to'lab beramiz. Bo'lajak hamkasblarimizni Germaniyada ish boshlashlariga yordam berishga tayyormiz. Arizalaringiz uchun oldindan rahmat. Avval Toshkentda, keyin esa Germaniyada ko'rishguncha. Und dann in Deutschland. Xayr aziz do'stlar. Elektr energiya sohasida tajribangiz bormi? Demak, ortiqcha xarajatlarsiz Germaniyada ishlash imkoniyati sizni kutmoqda. Migratsiya agentligi hamda Deutsche Bahn Germaniya kontakt tarmog'i elektr montyori lavozimiga ishga taklif qiladi. Bu oddiy ish taklif emas. Bu Yevropada barqaror daromad, professional ishga o'sish, karyeralik ish sari yo'lda bu. Nima taklif qilinadi ishlarga? Toshkent shahrida 7 oylik bepul nemis tili kursi bepul o'qitiladi. Toshkentda, Germaniyada ishga borishingiz uchun ularga ishchi kerak. Ular sizni 7 oy Toshkentda bepul o'qitiladi. Har oy 800 yevro stipendiya qo'lga tegishi bugungi kursda 9 million 500 ming so'm. Har oy stipendiya berar ekan. Til sertifikati xarajatlari ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Rasxod yo'q. O'qishdan so'ng Germaniyada yevro 2500 yevrodan qo'lga tegishi, oylik maoshi 2500 yevro qo'lingizga tegadigan. Averment orqali qo'shimcha daromadlar, haftasiga 5 kun 8 soatdan ish bilasizlar. Yevropada ish rejimi, ya'ni o'sha jadvalga juda ham qattiq qaraladi. Ish soati oshib ketmasligi kerak bo'ladi. Aviabilet, ishchi xizmat xarajatlari va dastlabki turar joy ish beruvchi tomonidan taqdim etiladi. Tibbiy va ijtimoiy sug'urtalar ham ta'minlanadi. Ish o'rinlari bor-yo'q 15 ta. Bu kimlar uchun? Temir yo'l sohasida kamida 3 yillik tajribaga ega kontakt tarmog'i elektromontyorlari nemis tilini bilganliklari uchun ustunlik beradi, lekin majburiy emas, chunki 7 oylik o'qish kursida qatnashishga tayyor bo'lishingiz kerak. Shu vaqt davomida ham o'rgatiladi. Agar sizda tajriba, imkoniyatlar qo'ldan boy bermang bo'lsa, har bir nomzod to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchining rasmiy platformasida ariza qoldiradi. Opisaniyada silkani qoldiraman. Ushbu silka orqali kirib, yo telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol ariza topshirishlaringiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.